Savol. Assalomu alaykum ustoz. Turk qo'shnamning yo'ldoshi Alavi ekan. U kishi ma'lum do'narxonada ishlaydi. Ular oshxonada qo'y, kala go'shtlari bilan qo'shib to'ng'iz go'shtlarini ishlataverdi ekan. Men buni bilgandan keyin ular elib kirgan tomoqlarni yesam qandoq bo'lar, yo to'kivsam bo'larmi deb ikkilanib qoldim. Yana afg'on qo'shnimizga beray desam, o'zim yegim kelmagan tomoqni ularga yegizishga ko'nglim unimadi. Mushu ishni qandoq bir taraf qilay? Mango marketdan bir narsa sotib olsam, hayvonot yig'i barlarni qo'rqib olmayman. O'simlik yig'i barlarni tanlab olaman. Bu qatim erim polo akapti deb akiribdigan tomoqni olmay desam, qo'shnim bo'lgandan keyin bak zo'rlab turib oldi. Yana birisi bu yerdagi namoz o'qimaydigan ba'zi turklarmi ashundoq qiladi ekan. Namoz o'qiydiganlari undoq emas, pokiz. Gollandiyadan. Javob: Va alaykum assalom. Nusayriylar deb atalgan alaviylar buzuq aqidalik bir shi'a toifasi bo'lg'achqa, ularning bo'g'izlagan mollarini iste'mol qilishga bo'lmaydi. Olimlar buningda birdaq qarashda. Imom G'azali, Imom Ibn Kasir va Imom Ibn Abidillar buni aniq bayon qilgandir. Ularning uningdan boshqa guruch va shuningdek halol yemaklari bizga halol. Shunga ularga aniq qilib biz yeyolmaymiz deb askartib, odatdagi halol yemaklarni akirsa qabul qilsangiz bo'ladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.